Bosdim. Hop, ko'pchilik kuzatuvchilarimiz qanaqa topshirishni o'rgating deyishibdi. Demak, MyGovga shaxsiy profilingizga kirgandan keyin hop, xizmat nomini kiriting. Mana qidiruv bo'limiga o'tasiz va yozasiz. Ehtiyojmand deb yozasiz yoki mana yumshoq H bilan ehtiyojmand deb yozganingizda mana ehtiyojmand xotin-qizlarga tavsiyanoma berish. Demak, bosdim. Xizmatdan foydalanish. Bosdim. Arizachi haqida ma'lumot deyapti. Demak, quyidagi ijtimoiy daftarlardan qaysi birida ro'yxatda turasiz deb so'rayapti. Demak, ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lsa, mana hech qanday qo'shimcha nima chiqmaydi. Doimiy yashash hududi, tuman, manzillar kiritasiz, telefon raqam bo'ldi. Endi ayollar daftari. Bu ayollar daftari siz o'zingiz ayollar daftarida tursangiz shuni belgilaysiz. 30 yoshdan yuqori ayol-qizlar uchun. Hop, yoshlar daftari bu 30 yoshlar uchun, ya'ni topshirayotgan abituriyentlar ham yoshlar daftarida turishi mumkin. Keyingisi mana onasi, ya'ni oila a'zosi ayollar daftarida turgan bo'lsa, shuni tanlaysiz, bu yerdagi bo'limini tanlab, qolganini to'ldirib yuborishni bosasiz. Yuborgandan keyin ham ko'pchilik oldimmi, olmadimmi deb so'rashyapti. Buni ham aytib ketamiz. Demak, bu yerda profilga kirib, arizalarim va sharhlarimga kirasiz. Arizalarimga kirsangiz mana davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun ehtiyojmand xotin-qizlarga tavsiyanoma berish turibdi. Shuni bosasiz. Bosganingizdan keyin ariza natijasi turibdi. Demak, ariza natijasini o'sha bergani turibdi va bu yerda yuklab olish degan mana joyi bor. Demak, shu tavsiyanoma olingani haqidagi hujjat bo'ladi. Foydali bo'ldi degan